sport va turizm vazirligi binosida 1-fevral kuni Chorvoq turistik rekreatsion zonasi doirasida Bo'stonliq tumanini kompleks rivojlantirishga qaratilgan loyiha taqdimoti bo'lib o'tdi. Loyihani yaratishda asosiy e'tibor Bo'stonliqning noyob tabiiy salohiyatini saqlashga qaratilgan. Shu sabab Chorvoq darvozasi va Yusufxona hududlarida ekokarpus va jamoat joylarining barqaror tizimini yaratish, ekologik toza transportni rivojlantirish nazarda tutilmoqda. Bundan tashqari an'anaviy me'morchilikka ham alohida e'tibor berilgan. Xuddi shunday, Chorvoq darvozasi Janubiy Xo'jakent hududida an'anaviy tog' qishlog'ining zamonaviy qiyofasi yaratiladi. 2022-yilda 885 milliard so'mlik bo'lgan qo'shimcha yana loyihalarimiz bor va buni evaziga tumanda 1350 ta yangi ish o'rinlari yaratiladi. Ma'lumot uchun so'nggi bir necha yil davomida tuman bir qator muammolarga duch keldi. Jumladan, tartibsiz qurilish, mehmonxonalarda turli narx segmentlari bo'yicha joylashish imkoniyatining yo'qligi, mavjud infratuzilmaning talabga javob bermasligi, ekologik degradatsiya va dam oluvchilarning ekologik madaniyatining u darajada yuqori emasligi aniqlangan. Bundan tashqari, Aziz Abduhakimov mart oyining so'nggi kunlarida har yili o'tkazib kelinadigan marafon haqida ham eslab o'tdi. Avvalgilardan farqli, futbolka, sport sumkalari endi qayta ishlangan mahsulotlardan tayyorlanadi. Bahodir Hasanov, Salimjon Alimov, Makon telekanali uchun maxsus.